Ozod aka mana shinek tegirmon bitta nima tayyori bu zapaskasi vallar bilan vakuum elak shluzoviy gaylov remenlari kabellari hammasi qo'yilgan. Ikkita trubasi bor, sklonlari bor, hammasi xudo xolasa chiqib ketibdi. Xorazm viloyatiga Bog'ot tumaniga chiqib ketyapti. O'tizlik tegirmonimiz, shinegimiz, drabilkamiz. Xudo xolasa yerga chiqarib yuboramiz. Mana aka shu holatda chiqib ketyapti. Bir kompleks yetkazib o'zida motor kabellarni o'ziga o'rab qo'yilgan. Ish mana bu yerda qolgan setkalari 3 komplekt deganim sizga 4 komplekt setka beraveraman. Mana chetiga xaltani qo'tiradigan qopni qo'tirishga rekachalari, knopkasi, avtomati, puskatili. Buni elektrikda ulatasiz aka, o'zida ulamaydi. Ulamaganda bu promoy qilib ishlatardim. Ikki qavatli setka qilingan bu. Makkan so'tasi bilan chiqarishga, boday chiqarishga, pakadonni chiqarishga.